Prezidentimiz tashabbuslari bilan haftaning payshanba kunida yoshlar bilan o'tkazilayotgan muloqotlar, madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlari navqiron avlod vakillarining iqtidor va iste'dodlarini to'laroq namoyon etishga ham yana bir katta imkoniyat bo'lmoqda. Namangan harbiy prokuraturasida Yoshlar kuni doirasida o'tgan tadbirlar tafsiloti hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Ochiq eshiklar kuni nomi mazmuniga munosib bu kabi tadbirlarning prokuratura organlarida o'tishi bo'lajak harbiy xizmatchilar va huquqshunoslar uchun katta amaliy ahamiyatga ega. Bu safar ham shunday bo'ldi. Namangan davlat universitetining yuridik fakulteti talabalari va harbiy xizmatga otlanayotgan olov qalb yigitlar Namangan harbiy prokuraturasida samimiy kutib olindilar. Yoshlar dastlab harbiy prokurorlarning ish sharoitlari, faoliyatlari bilan tanishdilar. Huquqiy demokratik davlatning o'ziga xos jihatlari, qonun ustuvorligini ta'minlash borasidagi islohotlar, ularning samaralari haqidagi mulohazalar yoshlarning egallayotgan kasblarga muhabbatlarini oshirganini ham ularning yuz-ko'zlaridagi qoniqishdan ilg'ash mumkin. Bu yerga kelib o'zimizga kerakli bo'lgan hamma savollarga javob oldik. Bu yerdagi ish jarayonlar bilan tanishdik. Bo'lajak huquqshunos sifatida o'zimga yetarli katta ma'lumotlarni oldim va albatta kelajakda o'zimizga asqotadigan umiddaman. Talaba yoshlar harbiy prokuratura faoliyati, yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan tanishganlardan so'ng rahbar va yoshlar uchrashuvida ishtirok etdilar. Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov mamlakatimizda prezidentimiz rahnamoliklarida yoshlar va ularning kelajagini o'ylab amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, farzandlarimizning zamonaviy bilim va hunar egallashlari, xorijiy tillarni o'rganishlari, o'z iqtidor va iste'dodlarini to'laroq namoyon etishlari uchun yaratilayotgan zamonaviy sharoit va imkoniyatlarga to'xtalib, har bir o'g'il-qiz munosiblik mas'uliyatini his qilishi, o'zini yurtdagi yangilanishlarga, o'zgarishlarga daxldor sanab o'qishi, ilm olishi, izlanishi va intilishi zarurligini uqtirdi. Bo'lajak huquqshunoslarning viloyatimizdagi huquqni muhofaza qilish idoralarida yosh mutaxassislarga yaratilgan sharoitlar, bandlik masalalari, xususan prokuratura, ichki ishlar idoralariga ishga qabul qilish qoidalari haqidagi savollarga muloqotda ishtirok etgan Namangan viloyati prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va Namangan harbiy prokurori batafsil javob qaytardilar. Bugungi yoshlarning qiziqishlari darajasi juda yuqori ekanligini, ularning savol va mulohazalari yaqqol namoyish etdi. Harbiy xizmatga otlanayotgan bo'lajak askarlar oliy ta'lim olish, yangi startap loyihalar va ularning tatbiqi uchun mavjud sharoit va imkoniyatlar haqida savollar bilan murojaat etdilar. Boshqa viloyatlardan kelib, Namangan davlat universitetida tahsil olayotgan yoshlar esa 65-xalqaro gullar festivalining yangi loyihalaridan Navbahor futbol jamoasining bu yil ko'zlayotgan natijalarigacha qiziqdilar. Viloyat rahbari bu savollarga batafsil javob berib, viloyatlardan kelgan talabalarning ota-onalarini ham Gullar festivaliga taklif etdi. Talabalarning taklifi bilan viloyat hokimi va viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlari birgalikda suratga tushdilar. Mazkur tadbirdan ko'zlangan maqsad bugungi kunda bo'lajak huquqshunoslarni, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari va ularning mehnat faoliyatlariga juda ham katta qiziqishlari borligi va o'z o'rnida harbiy prokuratura faoliyati bilan yaqindan tanishganliklari ularga bir juda katta ilhom baxsh etadi. Ayniqsa rahbar va yoshlar uchrashuvida bugungi kunda yoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishlari va o'z navbatida amaliyot davrida, demak, malakaviy amaliyotlarni o'tashda juda ham katta qiziqishlari borligini e'tirof etishdi. Nazariy olgan bilimlarni amaliyotda qo'llay bilish, ya'ni bu o'z navbatida ularning bo'lajak huquqshunoslarning kelgusida yetuk kadrlar bo'lib yetishiga juda katta mezon bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Tadbir yakunida uning ishtirokchilari viloyat hokimi, huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlari yoshlar bilan birgalikda Yashil makon loyihasida ham qatnashib, harbiy prokuratura hovlisiga manzarali daraxt ko'chatlarini ekdilar.